Assalamualaikum arkadaşlar. Ben San Francisco'dan Kadircan. Hammanlarga qizg'in salom yo'llayman. Bugungi temamiz sal g'illitroq. Bu temamiz o'shasi g'illitroq. Temasi muvaffaqiyat qozonishninki g'alati, sihri, maxfiyati. Nurg'unlarimiz bu turmuşda ictimai münasebet birimizin bo'lgan payda menfaat yetkazgan vaqtimizda biz buni xudo so'rda deb o'ylab qolamiz-ku. Birini bersak, bir keladi. Buni chaqirsa meni chaqirdi. Yordam qilsam cho'qim yordam qilish kerak deb ashuna o'ylaymiz-ku. Bu liqi nurg'un odam shuna o'xshab nurg'unga shunday o'ylaydi-ku hamda. Shunga liqi bir andam ma'noda-ku. Bu normal shuna bo'lgan bilan, ammo bu resmiy muvaffaqiyat qozonishninki sihri dal buningki aksi. Men hozir tushunib o'taman bunga. Ben bir kitap o'qigan, o kitapninki temisi dal shunda. Muvaffaqiyat qozonishninki sihri ve maxfiyati. Buni 1920-yili shaxsga danliq muvaffaqiyat shunas yozuvchi Earl Nightingale degan bir adam yozgan. Bu adamninki yozgan kitobi nihoyatda kichik bir kitob hamda bu. Ama shu vaqtda shunda jiq alqında qizg'in qarshi elchib nurg'un odamlarninki, bularni savdogarlarninki jiq taqilib ketgan. Hatta hozir mushkunga kelgacha nurg'un dağlı kardeşlerninki çoğum okuyan kitabının birisi ekan bu-chu. O kitabninki merkezi en mevzuliq yer nima degan vaqtda, uni o'tirib qolgan yeri nima degan vaqtda, o deydi. Qanchalik muvaffaqiyat erishishimiz oxiri qanchalik odamlarga qimmat qo'shishimiz bog'liq shuni to'xtab etishgan-ku. Demak, cho'g'ini mening biz qanchalik muvaffaqiyat bo'lishimizki nimamizni shu qanchalik xalqlarga rasmiy nab yetkazganimizniki shundan muhim bog'limiz bor ekan-ku buniki. O deydi shaxsiy bo'lamdi, shirkat bo'lamdi, o'xshash. Ashlanki muvaffaqiyat qozonishi odamga qimmat yaratishi, qanchalik qimmat yaratishi bog'liq deb deydi ekan-ku hamda. Endi u musulmon bo'lgan ekan, u koinotdan deb deydi ekan, koinotniki shunda bir qonuni bor ekan. Biz bəsək, biz xalqqa qimmat qo'shsak, u balki ba'zi bir qimmat qo'shib yordam qilsak, balki yordamni o'dan bevosita undan qabul qilmaydi buning foydasini-chu. Biz ular qilgan foydasini mukofotni namdoq ya uni u odamdan bevosita ba'zi qaytmaydi ekan. Ammo odamni qaytmagan bilan başka yerden bunun payısını başka bir yerden qabul qilganmiz-chu. Men Ahmetga yordam qilgan bo'lsam, uning payısını balki Samatdan man keldi ekan-chu. Manda bir ish ekan-chu. Endi men bu kitobni yaxshi ko'rishning bir sababi nima degan vaqtda, buning degan merkezi ideya değil mi? Bizim İslam'ın öğretken
nimaga o'xshab ketadi-chu. Shu Alloh nurg'un joyda, Qur'onning nurg'un suralarida deb o'tadi oyatlarda. Kambag'allarga, ehtiyojmandlarga yordam qilgan, onunki mukofot yaslab keldi, zakot bergan, onun nimasi yaslab keladi deb ashna deydi-chu. Qur'on shunday deyildi unda. Buni biz nurg'amasa bu tushunmak sal g'alati. Nurg'un desa ba'zan kalsam o'tmaydi bu. Nima bu? Men qurbon beran tursam va haqqa yordam qilim deb vaqtim chikdan tursa, pulim chikdan tursa, bu pulim chikdi turib pul tepishgan qanday gap bu? Pulni maslag'ini yardım alganda. Agar muvaffaqiyat deganimiz shuni nima bo'lib qolsa. Ammo uningga siz ishonmang, qonun shunday. Birisi yordam qilganmiz, Alloh o'zimiz g'amini o'zi qilgan. Birisiga $1 nep bergan bo'lsak, Adamning gibidagi koinot, bizning o'zimizning gibidagi Alloh bizga necha yaslab qilib qaytardi ekan-chu buni. Shunga donliq shaxslar, biz ko'rgan donliq shaxslar deymiz, shirkatlar deymiz. Ashlarninki ashlarchu nimishqa bu kunga yetadi deganda ashlar shu jiq berganlar. Nurg'un shu korxonalarninki CEO damda nurg'unlarni qarab baxsanglarchu, ashlarmo jiq berdi ekan, jiq berib turdi ekan. Shirkatlarmi shirkatning nomida jiq berib turdi ekan. Yerlik jamoatga jiq yordam qildi ekan. Ashunday ekan-chu. Endi bir ishni qilib qo'yay, qimmat qo'shish. Bu qimmat qo'shishninki ikki oraki bo'ldi-chu. Haqqa biz eski odamga qimmat qo'shib bo'ldi-ku. Qimmat qilib eski odam qilib bo'ldi bir odamcha. Qimorxon ochganlar, keyp sapashni qilganlar hammasi qimmat qo'shimiz deb deydi. Qimmat qo'shganki ular shu muoziniga pul oladi-chu. Qimmat qo'shdim debchu. Mening degan madamning kitob degan Allohning kitobi degan manda qimmat qo'shish, unda qimmat qo'shish emas. Odamlarning tahmak buzg'an emas. Tahmak chirlashtirgan, unda qimmat emas. Haqiqiy qimmat. Odamni haqiqiy yaxshi qildigan. Shigirlansak yaxshi sog'lom qildigan, odamlar tahmak ishni unumli qildigan. Anda mulozimat qimmat qo'ysa, uningga ayna obdan keldi ekan. Shunga hozir qarab beqinglar, hamda balkim bu jumlam balkim nima bu masal balkim obdan masal bo'lmasa ham hozir. Oldiki 10 chong baydan qarab beqinglar-chu. Bunun için de kanda zerleşip satılganlar, anda keyp sapa mülazimet kıldıganlar, bunun için yok. Hemisi hakiki adamların şu takım yaxşı oluşluğa yardım kılganlar-chu. Şuna hakiki biz muvaffaq qazim desak, mush qonun bo'yicha ish qilaylik. Nima degan vosita? O'zimiz uyga boshlab oilamizga qimmat qo'shaylik. Haqiqiy qimmat. Epchorimiz odamlarga qimmat qo'shaylik. Qo'limizning qancha kelishicha qo'limizga kelib yordam qilaylik.
u mening ishim emas. Uning kesim nima ma'ni payz sigdi deb o payzdan olishib o'tamay. Payzdan olishib o'tamay. Payzdan o'lasanglar aslida qilsaq bo'ldi o ishni-chu. Ben degandek bu jamoat bu nimaninki bu Allah yaratgan bu dünyanınki aşında bir kanunu barken. Şu an bu timamın içinde hem bu adamın kitapta yazılan emirim o. Şu an bu bir realite sihri degandek bu adam biz logikal oylasak bu logika tushmaydigan chiroychi. Bu pul chiqidan tursa haqqa sehir pul nima qilsak zakat bersak pul chiqdan tursa qanday bo'ladi biz pul keldi debchi bu biz odamning qalbida tushunishga masalan bak logikalik o'ylaganlarga bu o'ylama bak tushunishda tez qiyin keldi ammo bu haqiqat bu shunachu shunga yana takrorlasamchu rasmiy haqiqat nima muhabbat qozonish uchun hamchu to'xtamaylar o'zimiz qo'limiz qancha kelsa qilib turaylik yordam azroq kichik bo'lamdi cho'ng bo'lamdi har yordam tursa bak nima qilmay vaqtimizni chiqarib yordam qilaylik jamoatimizga jamoatimiz sirtga ne qo'limiz yetsa dunyoning har qanday qo'limiz yetsa to'xtamay qilib turlar qilib tursak bizni Alloh necha silib biz keldi ekan shuna bo'lib biz tamom muvaffaq bo'ldik ekanmiz. Agar bu videomu yaxshi ko'rsanglar bo'lsa shu videoga tizimtib qo'yinglar. Subscribe qilib qo'yinglar. Mening maqsadim shu obdan nimalarni kontentlarni share qilib jamoatga naf berish. Ashuna bo'lgan ekan bo'lsa xalqlardan buni o'rtoqlashinglar. Yani qanday bir fikir ya bir tuzish qilib qolsa pestki söz qoldiringlar. Yan bir kurashchi aman bo'linglar. Assalomu alaykum.